Zakat, yani Müslüman xərcləşib tegişlik ən tüvən ölçəmdəki məcburiyyət. Bunu qılmayma, bundan amal yox başqa. Bunu qılmağa adamın Müslüman deyişkə olmaydı, yani mümin taqva, muttaqi deyişkə olmaydı. İslamның 5 asasının biri bu, zakat. Bu ən tüvən ölçəm. Zakat cəmiyyətin sağlamlığınınki, yani cəmiyyətin muqimliğinınki kapaleti. Amma Allah subhanahu wa ta'alaga yıqillishish hammalarga ishga uchuq. Bunun bir yo'li oyatda tilga ilingan sadiqa sifatida pul mollarini yaxshilik yo'llarga qana qilish, sarf qilish. Bugungi bizning asosiy temamiz bu. Yani bilimiz zakatning ishlatiladigan o'rni Qur'onda 8 o'rin bilan belgilangan. Ammo sadiqaninki, yani iqtisodni zakatdan boshqa pul xarjlashninki yo'llari, ishlatiladigan sarf qilinadigan o'rinlari butun sohalarga echiltirilgan. Qanday sohaga xarjlasa bo'ladi? Ya'ni yaxshilik deb qaraladigan har qanday plan sadaqatlar bilan, yani zakat emas, sadiqalar bilan qana qilinsa bo'ladi, berilsa, joriy qilinsa bo'laveradi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bu inchki haqiqatni manda deb so'zlaydi. Xuz min amwalihim sadaqa. Sen ularning mol mulkidan zakatini ayirib al dedi Resulullah'a. Nimishqa? Chunki pul maldan belgilangan zakatni ayirish şu insanның rastçıllıqını ifadelaydigan bir tür. Çünkü ayetning oxirida sadaqatan tutahhiruhum ve tuzakkihim degan bir ifade var. Bu zakat, sadiqa degan narsalar ularni poklaydi qalbini, ularni pokizlaydi deydi. Yani insonni nimadan pokizlaydi? Ochko'zlikdan pokizlaydi. İnsonni nimadan tozalaydi? Ochko'zlikdan iborat bir keselden tazalaydı. Hem öyle bilimiz insanın bedeni bazı xatarlik keselle yüz buludu insanın bedeninde. Yani insanın bedeninde xatarlik keseller oludu. İnsanın hayatını şu xatarlik kesel tüpeyden ahırlaştırışı mümkün. Aynı şekilde beden şu xatarlik hayatını ahırlaştırıdığın bir xatarlik kesellen ağırğanğı oxşaş insanın ruhiyeti, insani ruh açgözlük bilen ağrıydı. Bu ruh manevi kesel. Bu keselden saqlanışının birden bir yolu, zakat. Xuddi bayatında da insanga tekken xatarli keseller insanın hayatını tügüdüdü dünyada. Manevi tegi tekken bu ağır kesel, bu xatarli kesel insanın ahiretini bozudu. Kur'an-ı Kerim'de Sure Haşr'nin 9. ayetinde وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Özünün açgözlükten yine, özünün manevi açgözlükten saklandığı adam ahirette kutulup kalıp deydi. Dünyadaki insanın halaketini, cismani bedeninizdeki yüz bergen keseller, peyda olan keseller tüketse, yani ahirlaştırsa, ahiretlik hayatınızı, ahiretlik nicatlıqınızı manevi keseller tügeştirirdi. O manevi kesel bugünkü bizning söhbetimizin temisinin bir münasebetlik bo'lgan bexillik, yani ochko'zlik bo'ladi. Tabii ki insan ağırgan vaqtida jismoniy jihatda o'zimizda og'ir xatarli kesel paydo bo'lgan vaqtda bunga qarshi tadbir olamiz. Doktorxonaga borib davolanamiz, dori yeymiz. Aşınınğa o'xshashlar ma'naviyatimizdagi bu xatarli kasalni davolamoqchi bo'lsak, buning qarshi dorisi bo'lgan iqtisodni yaxshi yo'llarga xarjlash, chiqim qilish. Bu orqali biz o'zimizning ma'naviyatni davolaymiz. Yani ochko'zlikni davolaydigan birdan bir yo'l bu. Onun üstüge bu xil şekildeki axloq, yani islomiy axloq, yani boshqalarga yaxshilik qilish, iqtisodiy jihatda yaxshilik qilish insonning samimiyligi, rostchiligini ifodalaydi. Shunga zakatning arabchadagi yana bir ismi sadaqa. Sadaqa degan
Onun lügat ma'nosini, aslida so'z ma'nosini tekshirgan vaqtimizda rostchilik ma'nosi chiqadi uningdan. Qanday rostchilik qiladi? Qanday rostchilik qiladi desa, qanday rostchilik qiladi desa, bu kesel, insonning badanidagi bu ochko'zlik kesel, bu sadaqat orqali qanday qilinadi? Poklanadi. Poklanadi. Bay adamninki, qo'l ilikida bay adamninki ruhiyati, ochko'zlikning bu orqali poklanadi. Masalan, diqqat qilib turinglar. Anikin kambag'alning ruhiyati o'chmanlikdan poklanadi. Pul mal, boshqalarning haqqining bu pul molda tutib qolishdan poklanadi. Üç taraf poklanadi. Bu orqali o'zaro do'stlik paydo bo'ladi bir jamiyatda. Ya'ni bayatında dedik-ku, sadaqatning arab tilidagi so'z ma'nosini tushungan vaqtimizda birisi rostchilik. To'g'riliq, inson qanday bo'lib rasululloh to'g'riliqda so'zlaymiz tahi. Yana birisi do'stlik ma'nosini o'z ichiga oladi. Sadaqat orqali, zakat orqali pul mollarini yaxshi yo'lga, jamiyatning, millatning, dinning xizmatlariga sarf qilish orqali bu jamiyatda o'zaro do'stlik shakllanadi. Agar qayta takrorlasak, bayning qalbidan ochko'zlikni tozalasa, oyatning oxiridagi tutahhiruhum biha va tuzakkihim degani shu, tozalasa, kambag'alning ko'nglidagi, kambag'alning ruhiyatidagi o'chmanlik adovatni tozalaydi. Pul moldagi boshqalarning haqqini tozalaydi. Bu yerda o'zaro birisi bilan inoq ittifoq o'tish, baylar namratlardan suyunish, namratlar baylardan suyunish bir xil muhabbat shaklida jamiyatda, ijtimoiy jamiyatda. Masalan, bir odam mayli zakat olsun, farz shaklda zakat olsun, yoki farzdan sirt o'zi sarf qiladigan, yaxshi yo'llarga sarf qiladigan iqtisod olsun, bu orqali kichiklarning yuzidagi bir kulkini ko'rgan vaqtida, kambag'allarni qanday xursand qilganligini o'zi ko'rgan vaqtida, ularning ballarininki uningdan bo'lgan xushalliqi, baxt saodatni ko'rgan vaqtda o'zi uchun ruhiy ko'tarilib qoladi. Zakatni, shu pulni bergan odam o'zidan mamnun bo'lib qoladi. Bu ruhiyat jihatdagi ustunlik bu. Pastlashmaslik, ya'ni inson bir xil ustunlik ko'rishdi ruhiy jihatda.